qo'ygan muqaddas tuprog'idir. Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas. Vatanga xizmat qilmoq bizlar uchun qarz farz. Ladies and gentlemen, we are honored to present you enchanting pop music from the Republic of Uzbekistan. We hope you will enjoy. Thank you. Qayga borsam boshlik duktik tog'laring izimdan
ergashib yurar. Ko'rdim suruvlarning eng farangari. Yo xudbinman, yo bir sodda kasbam men. Parijning eng go'zal restoranlarin alishmasman bitta tandiringga. Halovat 3 kun sog'insam nima qilayin? Chilqalar bo'ldi, hamma sayohat. Bildimki baridan ulug' muzik. Bildimki yaqini shu tuproq menga bahorda baxmada tug'ilgan qo'zik. Arab oxusidan azizroq menga sen bilan o'tgan kun har kun bayram bazam. Sensiz bir on qolsam vaqtim keladi. Seni bilganlarga qilaman ta'zim. Seni bilmaganlarga rahmim keladi. Bolalar ramsi dastanasi. Arziydi-da bugün yana, bu kunni qilsak tantana. Har kunimiz shodiyona, diyorga bayram bahona. Arziydi qilsak tantana. Arziydi-da bugün yana, bu kunni qilsak tantana. Har kunimiz shodiyona, diyorga bayram bahona. I'll take the good side.
aytmoqchimda, cheksiz shogird bo'lgan o'g'limga bugun sizga men mehr qo'shib tabrik etaman. Umrim bo'yi istiqbolinglar ko'rsatdingiz, siz uchun umrim bo'yi istiqbolinglar vatanga xizmat qilasiz. Cho'g'irlashib turgan jasad anglagancha turli taraf sinfga kirgan kunni ilk bor biz eslaymiz takror tanaffusga chiqqan paytda sizni eslab qayta xo'p adashib yurganmiz, turli xayol surganmiz. Qo'lga olgan turishga daftar qilishib, to'g'ri qator yozuvni chiqar edi, ko'nglimizga cho'kar edi. Qo'limizni olib qo'ygan yozuvimiz so'zlarga olam bo'lishingiz bizga bo'lgan ishonch. Javob bergan edik. Hali jodda ustoz sizga razm, sizga e'zoz. Maktabda ilmiyda edik, ba'zan nahotdagi edik, birov bizni qilsa xafa chopardik deb ustoz o'qitdi. Kelardingiz darrov chopib qaydan bo'lsa bizni topib panoh bo'lib doimizga aytganingiz so'z muloyim. Ezgulik ne bilib oldik, bilimni do'st qilib oldik. Hali oldinda o'qish, necha yoz, bahor va qish, necha kuz maktab tomon yo'l olamiz hali hamon. Ammo o'sha tanishxona va siz go'yo aziz ona. Boshimizga dorsiz, bor bo'ling omon, tabarruklar ichra, tabarruk ustoz.
hayotida juda katta rol egallaydi. Otasi, onasi bor odamni ikki yonida ikki tosh urganday bo'ladi. Zero otang suyangan to'g'ri. Ota rozi, xudo rozi. Ota xonadon ustuni deb negizda chiqadi. Ota bilan ona misol quyosh va oy. Hurmatli ota-onalar, aytingchi, bu dunyoda kim siz uchun jon bera oladi? Kim siz uchun o'zini qurbon qilishga tayyor? Bir o'ylab ko'ringchi. Onangizdan boshqa odamni topa olmaysiz. Hech kim sizni onangiz kabi suymaydi, sizga g'amxo'rlik qilmaydi. Ha, aslo hech kim onangiz kabi jonini qurbon qilishga tayyor emas. Hozirgi she'rimiz ona haqida Iron ko'zlar Samadullayeva Rumina Abdullayev she'rimiz beradilar. Sizga boqib turgan bu Tiron ko'zlar meniki emas do'stlar. Dunyoga ko'r bo'lib kelgan ekanman. Bechora derdilar qismatim ekan, bilmasdim kech nima yo kunduz nima, osmon o'zi nima yo yulduz nima. Ertadan kechgacha o'tirardim jim, axir yumuq edi mening ko'zlarim. İlk bahorda Toshkentdan dedim. Doktor olib keldi, quvondim biram, professor ekan ko'rdi ko'zimni. Tinglardi hasratli, mungli so'zimni, davolaymiz dedi. Ammo juda qiyin, dilim tug'yon urar daqiqa sayin. Buning bir yo'li bor. Birorta odam o'z ko'zini bersa-da, dahshat bo'ldi ham. Tezda qarindoshlarni yig'dalardilar. Ko'z in'om etmasdi qarindoshlar ham. Bir kun sukunatda o'tirardim jim. Hayhot eshitildi achchiq bir faryod. Voy, onam faryodi nega qichqirdi? Irg'ib turgan edi. Kimdir o'tqizdi. Operatsiyadan bir hafta o'tgach, bu rus tabibi ijozat etgach, ko'zimdan dokani oldimda shartta men dunyoni ko'rdim birinchi marta. Oshda dunyo bu yulduz simon oy, odamlarni ko'rdim, men ham qo'ynapoy. Onajon deb uyga kirib qo'ysam ot, voy, men noshudga harom bu hayot. Onamning esa ko'zlari ko'r edi. Ingrardi, bechora, dardi zo'r edi. Onam yuzimdan paypaslab tutdi. Yangi ko'zlarimdan mehr ilibdi. Sizga boqib turgan bu Tiron ko'zlar meniki emas, do'stlar, onam ko'zlari. Дети, щедро учат нас тому, что очень нужно быть в жизни. Терпению, чтению, счету и письму. И верности родной отчизне. Учитель, как дорого это слово, сколько в нем ласки и доброты. Вы часто бывали наставником строгим, но чаще источником теплоты. В вашей работе встречалось всякое, были невзгоды, радость, побед. Но самое главное, что душа ребячек, вы оставляете каждый свой след. Good metro in LA, and help to understand. You make me smart with all your heart. Thank you so much, Rahmatullah.
darajasi onangizda. Hatto jannat sizning oyoqlaringiz ostida. Shu so'zlarni eshitmoq onangizning holidan xabar oling. Uni xursand qiling. Shu chog'da men sizni yaxshi ko'raman deb ayting. Hozirgi videorolikimiz onalar haqida. Marhamat, Alisher Oscar'ın boyunca gül otkan bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bol tutgan bo'ldi. Va bu haqda kimlargadir sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Yor uyda oxirasan, necha zamonlar. Yaxshini ham yomon deydi o'zi yomonlar. Yolg'onligin oshkor bo'lar bir kun gumonlar. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 Sen onasan, sen singilsan, yo mehribon qiz. Iymonlisan, hayolisan, mudom yorug' shunday go'zal zifolarga ta'zimdadir. O'g'il qiz farzand bersin o'tkinamga. Goh bolangni so'zi botar yurakkinamga. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. 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 bolalar burada o'zi emas, jarayonni o'zi qiziq. Chunki bolalarimiz, farzandlaringiz, o'quvchilarim, bolajonlarim shunaqa ishtiyoq bilan tayyorgarlik ko'rishdi. O'zligi she'r topib, men aytaman, men aytib berishim kerak degan shunday o'quvchilar ham bo'ldi. Hozir sahnaga O'rinboyev Abdullohni taklif qilamiz. Ona she'ri, marhamat. Ona boshqacha, onaning tarifi yo'q, mehri boshqacha.
kirsa ham hatto 90-100 yoshgacha ona bor hayotda yashash qo'shimcha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab, kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymay yig'lab, ona bor hayotda yashash qo'shimcha. Odamda martaba, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab pul bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash qo'shimcha. Onamiz umriga umr tilayman, bir umr tugamas baxt so'rayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman, ona bor hayotda yashash qo'shimcha. Lekin doim shunday emas. Kutilmagan fursatda hayot kelarlar. Bu uyga ham shunday tez qarab keladi. Onani betob yotqizib qo'yadi. Bolalar hamon o'yin bilan bor. Shunday ko'pchiliklar afaqat. Ona esa cho'qaloq, radio o'xshaydi. Ey farzandlar onangga suv seganga o'xshaydi. Dedi onasi to'g'riga murojaat qilib. Mana o'rtancha o'g'il kirib kelar xonaga. Balandroq. Bir ish bo'lsa doim yo'qman. Bolaning ko'zlaridan umid so'rab yosh oqar. U yaralar so'kar. Tilda doim jon bo'ladi. Kenja o'g'il eshitmas, o'yin bilan ovora. Onasi qissab yotibdi, titrab qaqshab bechora. Ustoz bo'lganda oddiy mehrga qutarigan bo'lsa ishonarkan. Hech qolmadi saboqi. Shu mahaldek yo'lda qodir bo'lib shu onda ona qushga aylanib uchar edi. Buni ko'rgan farzandlar ishonmayin ko'ziga, so'ngra hayron qolibdi kelolmayin o'ziga. Farzandlar qush ortidan Oyjon, axir bu yer cheksiz ko'l bu. Endi sizga eshitdingdir aytmayman. Yaxshi qoling bolalar, yoningizga qaytmayman. So'z o'rtaga uchragan ko'l ariflovlarda yugurishar bolalar chaqirgan so'zlardan oyoqlari qo'llar hansirashar oqarib ko'z yoshidan aralash. Endi ayting bularni, ularni kechirib, onalarini farzandlar yubordi. Jon, mana suv, yo'q bolalar, daryo tomon uchaman. O'sha yerda suvni ham to'yib ichaman. Kunlar o'tib bolalar chelaklarni to'ldirib, maqtalar onasini.
boshlangi sinfdan muhabbatli tomonlardan chin qalbimdan ta'riflayman. Ilm yo'lidagi ilk qadamlaringiz doimo omadli va barakali bo'lsin. Kelajakda yurtimizga foydali, odobli va mehribon insonlar bo'lishini sizlarga mustahkam sog'liq, cheksiz omad, katta yutuqlar, yorqin kelajaklar, har doim ustozlaringiz bergan bilimlarni qadrlang. Ota-onangiz duosini oling va orzularingiz sari dalda intiling. Orzularingiz osmondek baland, qalbingiz esa quyoshdek yorug' bo'lsin. Yo'lingiz doimo nurli, qalbingiz quvonchlarga to'la bo'lsin. Oq yo'l aziz bitiruvchilarimiz. Nazma Ramza, Bozorova Nazma. Ota-onalar sizni farzandingizni mana shu 4-sinf bitirganimdan tabriklayman. Sizlarga uzoq sihat salomatlik tilayman. Farzandlaringizni baxtu kamolini ko'rib beringlar. Onajonlarga omad o'qishga keyingi o'qishlarga omad muvaffaqiyat tilayman. Fan olimpiadalarida yuqori natijalarni, turli o'rinlarni olishinglarni tilab qolaman. Kelajakda yaxshi kasb egasini bo'linglar. Doim sog' salomat. Sizni orqangizdan ota-onangiz har doim haqlarni bersinlar. Ustozga alohida rahmat aytamiz. Bu boshlang'ich sinf judayam og'ir. Ularning savodini chiqarishi o'zi bo'lmaydi. Ustoz sizga sihat salomatlik, uzoq umr, ishingizga omad, muvaffaqiyat tilayman. Har doim muvaffaqiyatingiz bardavom bo'lsin. Taqdirlaymiz. Diplom 4-D sinf bitiruvchisi uchun Abdulxajayev Abdulaziz muvaffaqiyatli tamomlagani uchun berildi. Sevgi kelajakdagi barcha yutuqlaring bilan mustahkam qadamlar tilaymiz. Xuddi shu tilaklarni boshqalarga ham tilab qolamiz. Muvaffaqiyatingiz bardavom bo'lsin. Isakov Murakbar, Isroil Rasmulik, Isroil Qaytulayeva Xumora, Rustamova Imrona, Muhammedov Muhammad, Abdugafarov Alimardon, Samadullayeva Mubina, Moldaraliyeva Ivona, Ubaydullayeva Sabina, Nurbulatova Muslima, Mursayeva Zilola, Normatov Abdusolih, O'tkir Asqar, Ubaydullayev Anvar, Sayfuratov Jahongir, Rajab Abdulaziz, Rahmatberdiyev Ismoiljon, Qo'riboyev Abdulloh, Hojinazarov Azizbek, Mamurbekov Ibrohimbek, G'ayrat Nurislom, Muxtarbekov Bekzod, Asadullayev Azizbek, Abdurahmonov Timurbek, Ahmadov Abdulloh, Ahlamxonov Azarxon, Olmurodova Dilshoda, Shuhratova Gulsanam, Saidova Safiya, Mamurbekova Ziyodaxon,
mas'uliyatli, eng qiyin kasb egalari hamisha sog' bo'lsinlar, yuzlari yorug' bo'lsinlar. Ana endi uchib kelayotgan yosh bolajonlar, o'zim hayajonlanyapman. Hamma bolajonlar sog' bo'linglar, omadli bo'linglar, baxtli bo'linglar. Hammalaring qalbidagi orzularing ro'yobga chiqishiga tilakdoshman. Biz bular, bujonlar, ota-onalar hamisha mana shularga duo qilamiz. Hamma niyatlarga ijobat bo'lsin. Muqaddasam yaxshi ishlar yursinlar. Nozimaxon, Rohatay, bundan keyingi ishlaringizga ham omad. Mana shu pulni berishda charchaman. Daram rahmatda charchamayman. Hammalaring sog' bo'linglar. Rahmat. Hammalaring sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Ota-onalar nomidan keling, o'zak setasi. Yo'q. Kelganingiz uchun rahmat. Hurmat qilganingiz uchun rahmat. Bolajonlarimiz juda xursand bo'lishdi. Ota-onalarimiz ham marhamat. Sizga bor. Rahmat. Ustoz yaxshi kuchadi, duosi poklarga yetadi. Ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobday issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida. Otadek azizdir, onadek aziz, tanib bo'larmidi dunyoni siz har qancha tursak ham xizmatida biz. Ustoz yaxshida. Ilik bora partiga sokin qizib, gajja qo'llarimga qalam tutmazib, menga harfdan kan qamchi jahonim, unutmayman aslo sizdek insonni. Alifbe va hisob oldi, bari qoldi, bari yo'qda, raqam, ma'lumotlar tanish, qo'ldan kelib, Maktabga ilk qo'yganda qadam, qay qalbim quvonganda ilk qo'y qalam tutqazganida, ilk ishni o'rgatgan. Otaday ulug'dir ustoz degan nom. Uning har bir so'zi oltin qo'ydi. Bir komillargacha siz ehtirom doim haq yo'lga chorlar. Topshiriqni ko'pimizga yukladingiz, ko'rinishlar ertaydi deb aytardingiz. Ishonchingiz oxirgi umrgacha, umid qilib sizga ustoz ming yilgacha. Rahmat. Kelganingiz uchun rahmat. Tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Borib keling. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi tadbir mana juda chiroyli bo'lib o'tdi. Hammaga rahmat, o'quvchilarga rahmat, ustoziga rahmat, sizlarga rahmat. Hadiya berib, ta'lim berib, ularga sho'xliklariga yetkazib, hammasi ham diqqatlikda, birgalikda. Rahmat Instagram, bog' bo'lsin. Hamisha bolalaringiz rohatini ko'ring, ularni ham rohatini ko'rishni bolalarga omad, kelajakda barcha yutuqlari doim bardavom bo'lishiga tilayman. Hammalarga sog'-salomatlik tilayman. Ilohim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat sizlarga. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar. Barchangizni bugungi shodiyona kunlar uchun qalbimdan tabriklayman. Farzandlarimiz ilk muvaffaqiyatlarini, ilk savodxonlik natijalarini ko'rib ko'zim quvondi. 4 yil oldin Rohat ukamga biz farzandlarimizni omonat sifatida topshirgan edik. Shu omonatimizni ko'z qorachiqlarda asrab, ularni bizga shunday bilimli avlodlar qilib yetishtirib berganlari uchun Rohat ukamga chin ko'ngildan minnatdorchilik bildiraman. Ularning kelajakdagi barcha olayotgan ilmlaridagi barcha savoblari Rohat ukamga ham hamroh bo'lishini xohlayman. Chindan tilab qolaman. Doim el-yurtni ardog'ida bo'lsinlar, shogirdlarning ardog'ida bo'lsinlar. Martabalari bundan ham ulug' bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, o'quvchilar. Mana bugungi bayraminglar bilan hammalarni tabriklayman. Bugun mana sizlar endi katta hayotga qadam qo'yishni boshlayapsizlar. Bugundan keyin sizlar katta maktabga qadam qo'yasizlar hamda yangi do'stlar, yangi
muvaffaqiyat tilayman. Mana shu o'qishli ishlaringda hamisha omad yor bo'lsin. Rohat opaga ham katta rahmat. Sizga mana shu farzandlarimizni mana ko'p yildan beri o'zingiz qarashingizda asrab, ularga bilim berganlaringiz uchun sizga juda tashakkur qilamiz. Ota-onalar nomidan sizlar sog' salomat bo'ling. Shu yo'sinda aytib o'tmoqchiman. Ota-onalarga minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Bu farzandlarni bitta o'zi emas, hamjihatlikda ishladik. Ha deb labbay deb javob bergan ota-onalarga minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat siz uchun, boringizga shukur. Farzand ota-ona qanday bo'lsa, farzand xuddi shunday bo'ladi. Baribir birinchi tarbiyani oiladan oladi farzand. Shuning uchun men xursandman. O'quvchilarim, farzandlaringiz juda ham yaxshi, odobli, beg'ubor, ichidan beg'ubor. Shuning uchun ularga omad tilayman. Hamda omad yor bo'lsa, ilmli, bilimli bo'linglar. Men bergan bilimlarimni Xudo xolasa hayotda mana bu maktabda ko'rsatib bera olishingiz kerak. Rahmat siz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat, kelganingiz uchun rahmat. Boringizga shukur.